Assalomu alaykum aziz obunachilar. 10-turimiz Glавный priz $40,000. Namangan popga keldik. Kech paytda o'zi ham olib kelib topshiramiz. Akamiz o'zi kelgan ekan. 10 kun 15 kunda boraman deb mana keldi, o'ziga topshiramiz mana. Kuzatib boringlar. Hammanglarga shunday kunlar nasib qilsin. Hammanglar bilan shunday xursandchilik kunlarda ko'rishishlar nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Siz charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Xudoga shukr, o'g'ilchaqalar hammasi yaxshi. Zo'r, Allohga shukr. Ishlaringizga rahmat. Sizga ham rahmat. Sog' bo'ling. Shu bolalarimni shunchalik qilganingizga umringizdan barakat, o'zimga shukr. Aytganingizga. Xudo xohlasa siz yoshingizga yeting. Xudo yuzga bor. Aka keling, o'ting yoniga o'ting. Aka o'ting keling mayga, kelmaysizmi? Mana aziz obunachilar, 10-turimiz Glавный priz $40,000 da topshirgani keldik. Mana sizlar bilan birga topshiramiz. Ozgina kech qolsak ham hammanglarni shunday xursandchilik kunlarda ko'rish nasib qilsin. Assalomu alaykum ona. Sizmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Yo. Akam telefon qildimi shu kuni? Telefon qildimi? Qildilar. Ming marta qiladi. Telefon qildimi? Yaxshi dedi. Boraman oldingizga dedimi? Xudoga shukr. Er-xotin bordi. Ay, sog' bo'ling. Umrlardan barakat olsun. Qo'shqinlarni qo'shaqasin, baxtli bo'lsin, ahvoli bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Oltin boshlaring omon bo'lsin, o'g'lim, so'zlaring o'tkir bo'lsin, martabalaring ulug' bo'lsin. Har qadamingga hasanlar, umlaringga barakat. Bolalaring hali yashasa, ul bola bo'lsa qori bo'lsin. Qiz bola bo'lsa oltin bo'lsin. Xalqqa xizmat qilgan farzandlar bo'lsin. Shu nevaramni shunchalik Xudoyim ol qo'limda dem. Sizlar shunchalik orqasidan aytibsizlar. Yuzlarga kirganda turmuchalaring so'q bo'lsin. Tillaring uzun bo'lsin, yuzlaring yorug' bo'lsin, yishlaring yog' bo'lsin, sanashlaring pul bo'lsin. Qo'shqinlarni qo'shaqadim. To'g'an puli to'ylarga, bisi harlarga bersin. Nima talab bo'lsa talabini ol. Allohu akbar. Siz ham mana yosharib yuravering. Mashlarda duo qilib. Yana kelaman Xudo xolasa. Amerika bormi? Ha. Xudo xolasa. 94 ga kirdingiz. Malades. Mana aziz obunachilar, 10-turimiz Glавный priz $40,000 da akamizni buvalariga topshiryapman. Ona tabriklayman. Yaxshi kunlarga ishlatinglar, hech qachon tugamasin. Rahmat, otam, rahmat. Shunchalik o'shadan o'rislardan pul olib kelgan bolalarimga rahmat. Aytganingiz kelsin. Sizlar qabul qilgan sizlarga rahmat. To'g'rimi? Umringizdan barakat bo'lsin. Rahmat. Endi musofirlarga bitta duo qilib berasiz. Qilaman. Choy ichamiz. Ha, keyinchamiz. Birlashamiz. Har qadamlaringga hasanlaringga barakat. Uzoq umrlar bersin, Alloh rizqlardan. Hammani hojatini chiqarsan, farqini Alloh chiqarsin. Qo'shqinlarni qo'shaqarni, baxtli o'g'illar, ahvoli o'g'illar, nasibali o'g'lim. Bizni shunchalik hurmat qilamiz, Alloh. Allohu akbar. Keling endi ona, sizni ham suhbatingizni oling. Qanday bo'ladi? Yo'q. Assalomu alaykum. Kimga bo'lasiz? Nimasi bo'lib turibman? Onasisiz. Bari telefon qilgandir. Nima dedi telefon qilib? Shunaqa dedi. Hammamizga qiziqda baribir. Ona, boraman, yo nima dedi? Shunaqa yutib oldim dedi. Alloh barakangni bersin, omadingni bersin dedim. Shu. Yaxshi kunlarga ishlatinglar. Hech qachon tugamasin. Yana ko'p kelish nasib qilsin. Mashlarda akam duo qilib yursangiz hammasiga erishamiz. Allohga shukr. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Allohu akbar. Endi kelingchi, qani. Keling endi o'z suhbatingizni oling. Assalomu alaykum. Sizmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Bu yer qayerda aka? Bu yer Namangan viloyati Pop tumani Obohayot qishlog'i. Qaysi shahar dedingiz? Sankt-Peterburgda. O'zim borib olaman dedingiz. 15 kun qolib ketdingiz. Kutib charchadik. Xo'jaylar dam olgani ketib qoluvdi, kutib qoldik. Yaxshi kunlarga ishlating. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Obunachilarga tilaklaringiz bo'lsa. Endi obunachilarga nima deymiz? Hammani omadini bersin, nima avvalambor. O'ynagan pullariga hamma rozi bo'lsin. Inshaalloh.
biz qatori hamma o'yinchilar omadini berib, shu glani prizlar yutaversin hamma. Akamiz kelsin. Endi yana kattaroqlarga keling. Inshaalloh, inshaalloh. O'zingiz ehtiyot qiling. Yaxshi kunlarni Rahmat. ko'rish nasib. Hammalaringga. Aka keling. Keling, suhbatingizni oling. Keling. Keyin safar sizga olib kelaman. Yaxshi kunlarni ishlating aka. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Akam bo'ladi bu yoq. Keling aka. Sizni ham sizga suhbatingizni olib. Assalomu alaykum. Tuzingmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Telefon qildi akam. Telefon qildi. Bayram boshlangandir shu kundan beri. Bayram yaxshi bo'ldi. Nima dedi? Yutib oldim dedi. Yaxshi, xursand bo'ldik. Aytgan. Ancha xush. Yaxshi kunlarga ishlatsin. Sog' bo'ling. Musofirdagilarga hamma omadini berib, shu glavniy prizda hammasiga chiqaversin. Pullariga rozi bo'lsin. Inshaalloh. Hammaga yutib, shunaqa chiqib yuraversin. Musofirdagilar omadini bersin. Sizlarga ham rahmat. Aytganingiz. Shunchalik mana kelib hamma xursand qilyapsizlar. Omadlaringni bersin. Bundan keyin katta-katta yurtlar bilan uchrashaveraylik, ha? Xudo xolasa. Kelaveraylik. O'zingizni bilib oldim. Ha, kelmaysiz bo'lmasam suhbatingizni oling. Taqotlang. Suyunchisi bor $100. Keling endi. Mana aziz obunachilar, 10-turimiz Glawniy priz $40,000 o'z xonadonlariga olib keldik. Sizlar bilan biz aka-uka jamoasi bizni kuzatishda davom etinglar, sog' salomat bo'linglar. Hammanglar bilan shunday xursandchilik kunlarni ko'rish nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aytganingiz kelsin. Hammani Olsun başınız aman olsun, sözünüz ötkür olsun, mertebanız ulug' olsun. Tiliniz uzun olsun, gözünüz yorug' olsun, yeyişiniz yağ olsun, sanashınız pul olsun. Hemmeni hoşatım çıkarsanız sizinki Allah çıkartın. Şu nevaremden kelinim, şunchalik uşaqlardan borib tuvib ketdim. To'ylarga bersin, hajlarga bersin, yaxshi kunlarga bersin. Ömreden bereket olsun. Xudoyim Parvardigor hammalaringni Alloh hajlarga chaqirsin. Alloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizga ham rahmat. Aka-ukaga gap yo'q. Ko'p o'ynataveringlar, gap yo'q. Assalomu alaykum. Aka-uka jamoasi, aka-ukani obunachilari, hammalaring mana 10-turdan $40,000 yutuvdik sheriga olib, pulni oldik. Hammalaring rozi bo'linglar ilohim. Shu glawniy prizlar hammaga nasib qilsin ilohim. Topganlaringga baraka bersin. Rozi bo'linglar hammalaring. Hammalaringga rahmat. Yana yutdi mana jiyan. Hammalaringga rahmat. Endi $100,000 yutib oldi. Ilohim. Hamma omadini bersin aka-uka jamoasiga, Abdushi rahmat obunachilariga hamma rozi bo'lsin ilohim. Hamma omadini bersin, glawniy prizlar yutib. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimiz aziz obunachilari, musofirdan kuzatayotgan aka-ukalar va opa-singillar. Aziz do'stlar, sizlar bilan men Abdurasul, aka-uka rozirish kanalining admini bo'laman. Bilasizlar akalar, 4 yildan beri faoliyatimizni olib boramiz va 5,000 ga yaqin avtomobillar va juda ko'p pul sovg'alarni o'z egalariga topshirdik. Buni ko'rgan, eshitgan, musofirda yurgan aka-uka opa-singillarimiz o'yinda ishtirok etishni xohlashyapti, afsuski tushunmasdan biz nomimizdan ochilgan soxta kanallarga aldanib qolyapsizlar. Shuning uchun akalar iltimos qilardim, aynan shu ko'rib turgan kanallarga podpisatsiya knopkasini bosib, obuna bo'linglar va qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar va hoziroq kommentariya degan joyiga tushsanglar, biz Telegram kanalimizni silkasini qoldirganmiz. Original Telegram kanal silkasi kommentariyada akalar. Har bitta qo'yilayotgan videolarni kommentariyasiga tushsanglar, Telegram kanal doim turadi akalar. Birinchi kommentariya. Shuni ko'k silkani ustiga bosasiz va bizni Telegram kanalimizga o'tasiz. Telegram kanalda o'yinlarga start beriladi akalar. Nima sovg'alar qo'yilgan, bilet bahosi nechi pul va qachon final bo'lib o'tadi. Hamma ma'lumotlar Telegram kanalda bo'ladi. Bu akalar faqatgina kanal. Bunda obuna bo'lasiz va kuzatib borasiz. Bu akalar, sizlar bundan SMS yoza olmaysizlar. O'sha yerda qaysi nomerga pul tashlash kerak va bilet nechi pul, hamma ma'lumotlar Telegramda bo'ladi. Biz har doim Moskva vaqti bilan soat ertalabki 10 da start beramiz va kechki payt uzog'i bilan soat 3 da уже yakun yasaymiz. Kartalar bekitiladi. Bizda har doim bitta karta ochiq turmaydi. Shuning uchun doim yodingizda bo'lsin. Ertalab 10 da start beriladi va kechki payt uzog'i bilan soat 3 da stop deyiladi akalar. Va biletlarimiz tugaydi bilasizlar.
Undan keyin bilet olish imkoniyati yo'q. Biz o'yinda O'zbekistonga ham umuman bilet sotilmaydi. Iltimos, shu narsalarga diqqatli bo'linglar va hoziroq Telegramga kommentariyaga o'tib, Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar akalar.